Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, bugun tekstil institut haqida gaplashamiz. Bu videoni ko'rishdan oldin agar qanaqadir universitet yoki institut haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda silka qoldirib ketamiz. O'sha videoni ko'rib kelsanglar foydali bo'ladi degan umiddamiz. O'zi bu videodan maqsad o'sha tekstil institutda kirib qo'ygandan keyin, masalan, 4 yil umrim havoga uchadimi yoki kirib qo'ygan yo'nalishni bilmasdan kirsa ham kiradiganlar bor-da, masalan. O'shaning uchun o'shalarga foydali bo'ladi degan umiddamiz va shu videoni chiqarishga qaror qildik. Xo'p, bu videoda nimalarni o'zi ko'rib chiqamiz? Xo'p, lokatsiyasini ko'ramiz, yo'nalishlarini ko'ramiz. O'sha tekstil universiteti institutida o'sha qanaqa yo'nalishlari bor, fakultetlari bor. Kontrakt narxlarini ham ko'ramiz, keyin qo'shimcha ma'lumotlarni ham berib ketaman. Xo'p, o'zi bu nimaga kerak deyishinglar mumkin. Endi qaysi institutga kirayotganinglarni, qaysi yo'nalishda o'qishinglar, bu uchun qaysi professiya bo'yicha ketishinglarni bilishinglar kerak. O'shaning uchun oldindan shu narsani oldini olish uchun ko'rib chiqamiz. Xo'p, lokatsiyasi Yakkasaroy tumani, Toshkent shahrida, albatta, Shohjahon ko'chasi 5-uyda. Xo'p, bu o'zi orientatsiya qayerda? Mana shu kartadan ko'rsanglar ham bo'ladi. Shunda kartaga yozasizlar, tekstil institut deb yozsanglar, Toshkentdagi o'sha tekstil instituti chiqaradi. Atak lokatsiyalarini ham tashab ketaman. Silka qo'yib ketaman. Xo'p, Askiya bozor, orientatsiyasi Askiya bozor, shunda yonginasi Askiya bozordan chiqishi bilan turadi. Xo'p, bu yoq masalan Next tomondan keladigan bo'lsa, o'sha Drujba Narodovdan keladigan bo'lsa, unda Do'stlik bog'idan o'tgandan keyin o'ng qo'lda ko'chaning ichida topsanglar bo'ladi. Xo'p, fakultetlari: Iqtisodiyot fakulteti, to'qimachilik muhandisligi, sanoat texnologiyalari va mexanika va so'nggisi dizayn va texnologiyalari. Xo'p, bu yerda o'zi qanaqa asosiy bu 4 ta fakultet bo'lgani bilan qanaqa asosiy yo'nalishligi topshirsanglar bo'ladi. Xo'p, yo'nalishlari: iqtisodiyot va menejment bor, o'zbek va xorijiy tillar, buxgalteriya, hisobi va marketing bor, ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat, tolali materiallarni dastlabki ishlash. Xo'p, mehnat muhofazasi va ekologiya bor ekan, mexanika muhandisligi, materialshunoslik va standartlashtirish, to'qimachilik matolari texnologiyasi, oliy matematika va kompyuter grafikasi, moda va dizayn, ipak va yigirish texnologiyasi. Xo'p, avtomatlashtirish va dasturiy injiniring, tabiiy fanlar bor, kimyo va matbaa muhandisligi, xo'p, tikuv buyumlari texnologiyasi va raqamli injiniring va so'nggisi charm va poyabzal muhandisligi. Xo'p, endi bunga yo'nalishlarni bilib oldik. Endi biza qabulini va nimalar kerak, qanaqa dokumentlar kerak, shuni bilib olishimiz kerak. Xo'p, buning uchun bizaga talablarni ko'rishimiz kerak. Talablari kimyo, matematika, fizika va ingliz tilidan imtihonlar bo'ladi. Ya'ni shu davlat imtihonlari bilsanglar kerak. Masalan, matematika, O'zbekiston tarixi va ona tili va adabiyotdan majburiy fanlar bor. Ulardan tashqari shu fanlardan davlat imtihonlari bo'lib o'tadi. Xo'p, bu endi qaysi immuniy fanlar u yo'nalishi, tanlagan yo'nalishingizga qarab o'zgaraveradi. Masalan, matematika, fizika bo'lishi mumkin, kimyo, matematika yoki matematika, ingliz tili bo'lishi mumkin. Shunga o'xshab o'zgaraveradi. Xo'p, qabuliga pasport yoki ID karta, shu hamma bilgan maktab attestati, shu shahodatnoma deymiz, yoki agar litseyni bitirgan bo'lsangiz, shu litseyga diplomi kerak bo'ladi. Va milliy sertifikat, masalan, sefr bo'lishi mumkin. Ligotalar tushunarli bo'lsa kerak. IELTS sertifikati shu ingliz tilidan darajani bilish sertifikati. Xo'p, qabuli muddati 25-iyundan 15-iyulgacha 2024-yil, ya'ni 2024-25 o'quv yili uchun 25-iyundan 15-iyulgacha bo'lgan 2024-yilda. Endi 2025-2026 o'quv yili uchun xuddi shu kutilyapti, lekin o'zgarishi mumkin. Dokumentlarni qayerda topshiramiz? my.go.uz yoki my.uzb.mb.uz. Bular uchun ham alohida sayt va qanaqa dokument topshirish kerakligi haqida videoga silka qoldirib ketamiz. Xo'p, o'qish turlari kunduzgi, sirtqi va masofaviy bor. O'qish davomiyligi 4 yil. O'sha agar
kunduzgi bo'ladigan bo'lsa 4 yil, sirtqi bo'ladigan bo'lsa 5 yil o'qish kerak bo'ladi. Ta'lim tillari o'zbek tili va rus tillarida olib boriladi. Xo'p. Kontrakti 2024-yil bo'yicha 7 million 400 ming so'mdan 12 million 800 ming so'mgacha. Bu endi 2024-yilda o'zi balandlashdi, ya'ni o'sha oldin kamroq edi, 2024-yilda oshdi va bu endi 2025-yilda oshmasligi kerak, lekin oshishi ham mumkin. Buni nimaga berib ketamiz? Shunchaki o'zingiz uchun orientatsiya, nech pul kerak bo'ladi va kontrakt miqdoriga qancha ajratishim kerak degan savollarga javob uchun. Xo'p, grant, ya'ni budjetga qanaqa kirsak bo'ladi? Shundagina o'zimiz bilgan abt.uz degan sayt bor. Xo'p, o'shanga kiramiz. Shunda qabul 2024-yil bo'limiga kirsanglar, o'zingizlarni institut, ya'ni shu topshirmoqchi bo'lgan institutlarni topsanglar bo'ladi. Hozir bizning vaziyatda shu tekstilniy institut. Shunda kiramiz va o'sha yerda sirtqi yoki kunduzgi ta'lim turi yoki o'zbek va rus tillariga o'zgartirib o'tish ballarini ko'rsanglar bo'ladi va o'shanga qarab tayinlansanglar bo'ladi. Xo'p. Дополнительная informatsiya aytadigan bo'lsak, yotoqxonasi bor. Doполнительная informatsiya shu nomerlardan topsanglar bo'ladi. Buni ham pod video qoldirib ketamiz va o'zini rasmiy sayti bor, tt.esi.uz degan. O'sha Google dan masalan topsanglar bo'ladi yoki Yandexdanmi, shunda kirsanglar, o'zini ofitsial sayti bor. O'shanga kirib qo'shimcha qanaqadir ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Masalan, magistratura yoki ikkinchi mutaxassisligi topshirmoqchi bo'lishingiz mumkin. O'shalar uchun ham ma'lumotlar berilgan. Priyomnisi hozircha yopiq, lekin dokument topshirishga yaqin ochiladi va bemalol borib, agar boraman desanglar, o'sha o'zini ko'rib kelaman desanglar, borib bemalol ko'rib kelsanglar bo'ladi. Va hozirgi paytda eng важныйsi shu universitet haqida, topshirmoqchi bo'lgan institutlar yoki universitetlar haqida ko'proq ma'lumot to'playlar, chunki 4 yil umr qayerda o'tishi, qanaqa sharoitda o'tishi, nimalar, qanaqa fanlarni o'rganilishi va eng keraklisi bu dushim, ya'ni kelajakda qanaqa kasbni egallayman degan savollarga javob olish uchun. Hammaga rahmat.